7 ot kuchli TX motobloklarimizni original variantlardan so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada TX motobloklarimizni rollari gidravlikalik va 450 talik katta korobkali assortimentlaridan yangi partiyalari yetib keldi. Bu motobloklarimiz bundan oldingi partiyadagi yuklarimizda rollari bez gidravlikalik bo'lardi. Hozir mana ko'rib guvohi bo'lishlaringiz mumkin. Rollari burilishlari uchun ozgincha qiyinroq bo'lardi. Endilikda bizning do'konlarimizdan kelib, rollari gidravlikalik bo'lgan 7 ot kuchli TX motobloklarimizni xarid qilib olishlaringiz mumkin. Shu joyda ko'rib turgan barcha turdagi motobloklarimiz uchun mana shunday rollarni gidravlikalik qilib tayyorlab bera olamiz. Xo'p, hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz xo'jalikbob, ro'zg'orbob modeldagi motobloklarni tanlashda TX motobloklarni sifati tomonlama, quvvati tomonlama boshqa motobloklardan originalligini sababini so'ragan akalarimiz uchun hozir bu 450 talik katta korobkali TX motobloklarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz va video davomida mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omadni yozib qoldirib qo'yganingiz uchun mana shu turdagi benzopilalardan birini ham sizga tekinga berib yuboramiz. Mana shu benzopilaning o'zi ham atrofda 700 ming, 750 minggacha sotiladi, lekin biz sizga buni tekinga berib yuboramiz. Faqatgina bitta sharti, hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omadni yozib qoldirib qo'yishni unutmang. Do'konimizga kelib, cheklanmagan miqdordagi motobloklardan birini xarid qilib olganingiz uchun do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabanni aylantirasiz va shu turdagi va shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovrinlarning birini sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Bo'lmasa akalar, videoni oxirigacha kuzatib boringlar, yana ham to'liqroq ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan xo'jalikbob, ro'zg'orbob modeldagi 7 ot kuchli benzinlik 450 talik katta korobkali TX motobloklarimizni tanishtirishni boshlaymiz. E'tibor bering, motoblogimiz sifati tomonlama benzin moklarigacha o'yib yozilgan, bloglarigacha o'yib yozilgan bo'ladi akalar. Motoblogimiz original varianti hisoblanadi. Motoblogimizda yurgizish joylari zavatnoy orqali yarimta tortmada yuradi. Sohatiga juda ham ekonomishni ishlaydigan qilib, karburatorlarni ham, paplovoylarni kattaroq qildirib olib kelganmiz. Sohatiga yarim litr benzin rasxod qiladi. Bemalol 92-95 benzinlarni quyib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda motorlari 170 motor, 7 ot kuchli motoblok. Motoblogimizda moy datchilarigacha qo'yib o'tilgan. Moyi kamayadigan bo'lsa, suyuladigan bo'lsa, avtomatik motoblok o'chib qoladi akalar. Xo'p, motoblogimizda e'tibor beringlar, reduktori tomonlama usulini qildirib tayyorlab olib kelganmiz. Mana shu ko'rib turgan reduktorli variantlaringiz 450 talik varianti bo'ladi. 450 taligini aytib o'tib ketishimiz kerak. Buni 4 xil reduktorli varianti bor. E'tibor beringlar, 150 talik, 250 talik, 350 talik variantlari bor va 450 talik katta reduktorli variantlaridan ham olib kelganmiz. Bularda baquvvatligini sababi mana shu turdagi temir balonlar, orqasida turgan chizillari, universalniy pluglarimiz va undan tashqari yer haydaydigan frezalari, aravalarda ulab 500 kilogramdan 1,5 tonnagacha yuklarni tashish imkoniyatingiz ham bor. Shuning uchun motoblogimiz reduktoriga juda ham yaxshi ahamiyat berilgan, eng baquvvat va eng sifatlilardan olib kelganmiz akalar. Motoblogimizda rollari uzun varianti bo'ladi. Oldiga 2 ta skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizning o'zini komplektlarida mana shu turdagi frezalari, dokumenti, kluchlari va 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Va motobloklarimiz uchun mana shunday agregatlarni ham qo'shimcha sifatida sotib olishlaringiz mumkin. E'tibor bering, temir balonlarimiz ham original variantlari bo'ladi. 1 yildan garantiyalarigacha bor. Bemalol qator oralariga yurib ishlash uchun juda ham qulay variant hisoblanadi. Undan tashqari 50, 60, 70, 80, 90 razmerlarga bemalol o'zgarib ishla oladigan, e'tiboringlar, stukalarni ham ligirovka qilib, pastga, balandga, yonga ligirovka qilib ishlatish imkoniyatlaringiz bor.
Bu chizellarimiz ham har xil assortimentlari bor. Hozirgi paytda bu chizellarimizni narxlarini ham tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsak, bizning do'konlarimizda atiga 500 ming so'mdan boshlab 800 ming so'mgacha mana shu turdagi chizellarimizdan bor. Va e'tibor beringlar, temir balonlarimizni hozirgi paytda jupini 600 ming so'mdan boshlab 900 ming so'mgacha variantlari bor. Bulardan ham kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Undan tashqari orqasida turgan universalniy plugimizni ham tanishtirib o'tib ketamiz. Bu universalniy plugimiz, e'tibor beringlar, xohlasangiz 10 balloningizga, xohlasangiz chap balloningizga, xohlasangiz o'rtaga qo'yib, ham plug sifatida, ham agatlarni olish uchun joy oladigan qilib ishlatish imkoniyatlaringiz bor. Bu agregatlarimiz hozirgi paytda narxlari 650 ming so'mdan boshlab 1 million 200 ming so'mgacha variantlari bor. Motoblogda narxiga qiziqqan akalarimiz uchun motoblogimizda o'zini zavodskiy holatida balonlari bez gidravlikali bo'ladigan bo'lsa, original 450 talik korobkali variantlarini atiga 4 million 500 ming so'm baho aytilyapti. Aytib o'tilayotgan narxlardan albatta kami bor, kesalarini tushib beramiz. Agarda sizga mana shunday gidravlikali variantlari kerak bo'lsa, bu gidravlikali variantlarimizga 200 ming so'mdan boshlab 400 ming, 500 ming so'mgacha qo'shilishi mumkin bo'ladi. Kesalaring qaysi biri sizga yoqsa, o'shani narxini yana ham kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Videoni boshida aytib o'tganimda, bu motobloglarimizni eng arzon modellari 150 talik, 250 talik, 350 talik variantlari bor. Bularimiz hozirgi paytda eng arzon modellarini atiga 3 million 200 ming so'mdan boshlab 4 million 500 ming so'mgacha kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Undan tashqari videoni boshida aytib o'tganimdek, va'da mana shu turdagi benzopilalardan birini tekinga beraman dedim. Kelib motoblok xarid qilib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan, hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli barabanimiz bo'ladi. Bu omadli barabanimiz ichida sizga tashqarida ko'rsatilgan benzopilalar, elektropilalar, shurpayor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan boshqa turdagi 100 xildan oshiq instrumentlarning birini mana shu omadli barabanimiz aylantirib, tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz motoblogingiz uchun bonus sifatida tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Faqatgina videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videoga like bosing va kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'yishni unutmang. Manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.